Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Eldor Abduhamidov. Bugungi kursimizda sizlar bilan Key Nearest Neighbor haqida, bu modelda qanday implement qilish haqida so'z olib boramiz. Har doimgidek bunda Keyniyani noldan boshlab qanday yozishda, ya'ni qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Undan keyin oxirida esa tayyor library yordamida implement qilishni ko'rsatib beraman. Xo'sh, bunda agar nazariy jihatdan hali o'qib ulgurmagan bo'lsangiz, birinchi mana shu nazariy jihatdan berilgan qismi bor. O'sha qismni birinchi o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Bu yerda to'laligicha ma'lumot berishga harakat qilganman, misollar bilan birgalikda. Albatta o'qib chiqing, qanday ishlashini to'laligicha o'rganib olasiz. Xo'sh, bu safargisida esa, implementatsiya qilish qismiga keldik. Implementatsiya qismi bu modeldagi ancha oson va tushunishga juda qulay. Qolganlarga nisbatan buni lazy learner deymiz. Keyin endi lazy learnerning sababi u o'zini parametrlarini tune qilmaydi, ya'ni masalan optimize qilmaydi, ya'ni o'rganmaydi. Uni faqat prediction, ya'ni bashorat qilish vaqtidagina ma'lumotlarni o'rganib chiqib, o'shanga asoslanib keyin yangi ma'lumotni bashorat qilib beradi xolos. Xo'sh, shunday bo'lsa boshlaymiz. Birinchi o'rinda albatta Colab ochib oling. Colab kerak bo'ladi. Xo'sh, sizlarga mana qulayroq bo'lishi uchun formulalarni yozib qo'ydim. Halamgidek mana kod qismlari bo'm-bo'sh. Sizlar bilan birgalikda boshidan yozib chiqamiz. Xo'sh, bo'lmasa birinchi kerakli library, ya'ni kutubxonalarni yuklashdan boshlaymiz. Xo'sh, Pandas librarysi kerak bo'ladi. Pandas library'sini ishlatmasak kerak bunda, chunki aniq bir fayllar ishlatganim yo'q. Shunga endi har qanday qarshi mabodo kerak bo'lib qolsa deb hozircha yozib qo'yaveraylik. Xo'sh, vizualizatsiya uchun kerak bo'ladi. Undan tashqari esa bizda collectionsdan import counter. Ya'ni bizga masalan bu counterimiz sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Oldingi videolarimda ham ko'rgan bo'lsangiz, counterda tushuntirgan bo'lsam kerak. Bu miqdorni sanaydi. Masalan, counter qilamizda arrayda nechta, masalan 1, 2, 3, 4 qilsak, masalan birlar nechta, ikkilar nechta, uchlar nechta, o'shani hisoblab chiqarib beradi. Mana ko'rganingizdek, birlar mana 2 ta. Birlar miqdori 2 ta. O'zi ingliz tilida counter hisoblash, shuncha miqdorni hisoblaydi. Nechtaga mana 3lar bitta va 4lar 2 ta. Xuddi shu narsa. Ya'ni bizga bu narsa juda kerak bo'ladi. Sababi KNNda o'rganayotganimizda masalan bitta nuqtani bashorat qilish kerak bo'lsa, u nuqta atrofida qaysi klasslar ko'p, ya'ni qaysi sinflar ko'pligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. O'shanda shu counterdan biz miqdorni sanashimiz mumkin bo'ladi, klasslar miqdorini. Xo'sh, ikkinchi qiladigan ishimiz esa ma'lumot yaratish bo'ladi. Sizlarga endi tayyor ma'lumot yasab o'tirib, tayyor ma'lumot yuklab o'tirmayman, fayl yuklash sizlarga qo'shimcha ish bo'lishi mumkin. Shunga oson yo'li tayyor librarydan foydalanib qo'ya olamiz. Ya'ni sklearner datasets degan librarysidan buni oldin ham ishlatib ko'rsatgandim. Make blobs bor. Make blobsdan klaster yasab olamiz. Menimcha bo'ldi. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz x bilan y deb berib olamizda make blobs qilamiz. Endi make blobsda nechta bizga mana n samples ekan. N samples. Xo'sh, n samplesdan kelinglar 100 ta qilaylik. 100 ta. Endi keyingisi esa number of features bor ekan mana. Number of feature biz hozircha 2 da qilaylik. Ya'ni 2 da o'lchamdagi ma'lumotlar qilamiz. Shunga ikkita xususiyat, ya'ni xlarimiz nechta ustundan iborat bo'lishi kerak dedi. Ya'ni ikkita ustun bo'la qolsin deymiz. Keyin esa center, ya'ni cluster qilyapmiz. Shunga centerlar sonini 2 ta qilib qo'yamiz. Centers bo'ladi. Centers. Keyingisi esa qaytadan xuddi shunaqa rezultatga erishishimiz uchun qandaydir taxminiy bir son qo'yiladi. Keyin asosiy ishi masalan mana shunaqa. Ya'ni masofa. Bu oddiy matematikada ishlatiladigan masofa formulamiz. Ya'ni ikki nuqta o'rtasidagi, masalan, koordinata o'qida ikkita nuqta o'rtasida masofani o'lchash uchun ishlatiladi. Asosiy logikasi shu o'zi. Xo'sh, keyingi qiladigan ishimiz
Grafikni chizib ko'raylik, qanday ma'lumotlarimiz qanday taqsimlanganini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi scatter plotda, ya'ni nuqtalar orqali ishlaymiz. Xo'sh, birinchi ustunni olamiz. Birinchi ustun 0 indeksdan boshlanadi. И ikkinchi ustunga nisbatan, ya'ni x o'qimizda birinchi xususiyat, e, y o'qimizda esa shu ikkinchi xususiyatimiz bo'ladi. Endi esa klasslarni beraveramiz. Ikkita klass bo'lgan bo'lsa nechtasini beramiz? Endi u color map, ya'ni qanaqa ranglar ishlatsin. Masalan, blue, white, red ishlatdimiz. Keyingisi esa size, hajmi. Shaklda hajmi qanchalik kattaligi. 80 qilib qo'ysak ishlaydi. Endi masalan title qo'yishimiz mumkin. Ma'lumotlar soxta deymizmi? Sun'iy deylik. Sun'iy, hozir. Sun'iy ma'lumotlar. Sun'iy ma'lumotlar tura qolsin. Keyingisi esa bu yerda x level. X labelga nima deyishimiz mumkin? Xususiyat 1 deb qo'yamiz. Y levelimiz esa xususiyat ikkinchi xususiyat bo'ladi. Bundan keyin esa masalan orqasida reshetkasida, ya'ni gridni chizamiz. Undan keyin esa shunchaki ko'rsatdimiz. Qani chizib ko'raylikchi, xato bo'lmaganmikan? Xo'sh, mana ko'rganlaringizdek, mana sun'iy ma'lumotimiz mana ikkita klasterga ajratilgan. Ya'ni alohida sinflar. Xo'sh, shu alohida sinflarni endi biz keyin o'rgatish uchun ishlatamiz. Endi esa birinchi qiladigan ishimiz bu Evclid algoritmi, ya'ni matematikadan ma'lum, bu masofa, ikki nuqta o'rtasidagi masofani o'lchash uchun ishlatiladi. Bu holatda endi hozir ikki nuqta uchun emas, birato'lasi NumPy array, ya'ni ko'p o'lchamli ma'lumotlar uchun ishlatamiz. Shuning uchun osongina mana formulasini berib qo'yganman. Shu formulani hozir implementatsiya qilamiz. Xo'sh, Euclidean distance, mana shunday qilsak, mana Euclidean distance. Xo'sh, menimcha assistent yoniqqa o'xshaydi. Nima bo'lsin, x1 va x2 xususiyatlar olamiz. Bu ko'p o'lchamli emas, ikki o'lchamli uchunga ishlatayotgan ikki o'lchamlikka, bu formula ikki o'lchamli uchun ekan. Shunga ham olamizda. Endi esa birinchi qiladigan ishimiz ildiz osti bo'ladi. Ildiz ostidan keyin ko'rganingizlar ildiz osti qildik. Keyin esa yig'indisi kerak. Summation. Xo'sh, adashmasam MP-sum bor. Endi qiladigan ishimiz esa qarang. Sumni ichida x dan y da ayrilganini kvadrati. Xo'sh, x1. Bu degan xy degani mana ko'rganingiz d mana berilyapti. Xy deganda y da klass adashtirmaysizlar. Bu yerda x bilan y degan ikkita alohida nuqta deb kelyapti asosan. Shunga bizda esa mana y-imiz mana x2 bo'ladi. Shuni kvadrati kerak bizga. Mana kvadrati bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz, to'g'ri ishlayaptimikan. Masalan, x1 da olamizda np array. np array olamiz. Chunki NumPy arrayga o'zgartirishimiz kerak. Qandaydir masalan 0 olaylik x1 ga. x2 ga esa qandaydir masalan 3 4 bo'la qolsin. Shu ikkita nuqta bor koordinatada, shu orasidagi masofani o'lchashimiz kerak. Xo'sh, masofa. Euclidean distance. Funksiyani inglizcha yozib ketyapman. Tushunasizlarga anaqa. Ingliz tilida bu mavzuni qo'shimcha o'zlaringiz mustaqil o'rganayotganlaringizda qiyin bo'lmasligi uchun. Print qilamiz. Xo'sh, hisoblangan masofa deylik. Masofa. Masofa deymiz. Qani tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rganlaringizda ikki nuqta orasidagi masofamiz 5 chiqdi. Ya'ni koordinata boshi 0 nuqtadan x o'qimizda 3 va y o'qimizda 4 nuqta orasidagi masofa hisoblanyapti. Bu degani qarang, 4imizdan balandligi 4 ga, endi esa 3 ga teng degani. Shunda 0 o'qilgancha gipotenuza, ya'ni to'g'ri burchak uchburchakdan hisoblasak, gipotenuzani hisoblash bo'lyapti hozir. Shunda 3 4 avtomatik 5 bo'ladi masofaga. Gipotenuzasi. Xo'sh, keyingi qiladigan ishimiz esa masofani o'lchash funksiyasini yozib oldik.
Endi keyingi ishimiz bizniki KNN algoritmini noldan yozishimiz bo'ladi. Uning uchun har doimgidek klass yasab olamiz. KNN qilib. Def konstruktor yasaymiz. Xo'sh, konstruktorda KNNda bilasiz, key nearest neighbor, ya'ni key miqdordagi qo'shnilar bo'ladi, ya'ni atrofidagilar. Shuni turib qolsin. Shu nechta qo'shnilarga asoslanib bashorat qilishini yozib qo'yishimiz kerak. Bizga asosan shu narsa kerak, boshqa narsa muhim emas. Masalan, fetch qilamizda self x bilan y qilsak, endi qarang, self train shunchaki self x qora qolaylik. Self x equal to x, self y equal to y. Bo'ldi. Fit, ya'ni aytgandek, dangasa o'rganish, lazy learner bo'lgani uchun fit qismda bu asosan fit qilishda o'rganishga train bo'lish kerak nimadir. Bunda o'rganmaydi, просто ma'lumotlarni oladi xolos. Ya'ni bashorat qilish vaqtidagina o'rganadi. Endi esa def predict qilamiz. Predict qilganimizda endi x qandaydir x ma'lumotlar bo'ladi. Shuni kichkina x qilsak chalkash bo'lmaydi. Undan keyingi qiladigan ishimiz esa prediction bo'ladi. Prediction. To'xtanglar. Birinchi buni bunday yozib olaylik. Hozir bunga pass qilib turaylik. Qulayroq bo'lsin, juda uzun bo'lib ketar ekan agar funksiyamiz. Buni o'rniga o'zini private predict degan klassini yozib olamizda, shu yerda hisob-kitob qilamizda masofani. Chunki masalan x'imiz bir nechta nima deyish mumkin, bir nechta endi multi dimensional, ya'ni ko'p o'lchamli bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olgan holatda birinchi masalan har birdan alohida hisoblaydigan bo'lsak, shunga bu funksiya uchun qo'shimcha yordamchi funksiya yozib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'sh. Bunday qiladigan bo'lsak, endi masofalar hisoblaymiz. Distance. Qarang, endi mana shu x o'qi berilyapti, to'g'rimi? X qandaydir nuqta berildi. Qandaydir shu koordinatada berilyapti ma'lumotlar. Endi esa o'sha bilan o'sha nuqtadan hisoblab hamma shu data setimiz, ya'ni ma'lumotimizdagi hamma nuqtalar orasidagi masofalar hisoblab chiqib, o'shanga key miqdorda eng yaqin bo'lgan nuqtalarni olib olishimiz kerak. Uning uchun esa birinchi hammasiga masofalar hisoblab olamiz. Unga esa bizda mana tepada funksiyamiz bor. Euclidean distance. Euclidean distance qilamizda. Xo'sh, birinchi o'zimiz x'imiz bo'ladi. Bu yerda qandaydir x'imiz bo'lsa, bunga qandaydir extreme deylik. Ya'ni o'rganayotgan ma'lumotlarimiz uchun ishlatyapmiz. Shu x train qilamizda self.x, ya'ni mana bu tepada x'imiz bu o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotda, o'sha ma'lumotni bitta har bir qatorma-qator bittalab iterate qilib, mana shu yerda mana x trainga yuklaymizda va x trainda o'sha qandaydir qator, u qator qanday nuqta hisoblanadi, ya'ni nuqtalar xususiyatlari bor. O'sha xususiyatlar mana shu berilgan bashorat qilishimiz kerak bo'lgan nuqtadan qancha masofada, uzoqlikda, o'sha narsani aniqlaymiz va o'shani hammasini list ko'rinishda qaytaramiz asosan. Xo'sh, undan keyingi qiladigan ishimiz esa sortirovka qilishimiz kerak. Ya'ni eng yaqin bo'lgan key miqdorida, ya'ni key masalan 3 bo'lsa, 3 ta masalan eng yaqin bo'lgan qo'shnisini nuqtalarni topib olishimiz kerak. Buning uchun esa indekslarni olamiz. Sortirovka qilib o'tirmaylik, chunki sortirovka qilsak, y qiymatimiz chalkashib ketadi. Sababi x ni sortirovka qilish, x o'qimizda qandaydir miqdor ma'lumotlar bor. Y o'qimiz o'shanga esa to'g'ridan-to'g'ri, masalan, 0-qatordagi y javob beradi, ya'ni klass. Xuddi shunday ketadi. Agar x ni sortirovka qiladigan bo'lsak, unda juda ko'p muammolarga duch kelamiz. Uni o'rniga eng yaxshisi sizlarga hozir o'rgataman. NumPy'imizda argument sort degan narsasi bor. Ya'ni argument sortni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Distance qilamiz. Ya'ni argumentlar sort qiladi va bizga eng yaqin bo'lgan miqdordagi mana keyta miqdordagi, masalan 3 dedim, masalan 3 tagina Pythonda oddiy amal, ya'ni 3 tagina masalan key necha bo'lsa, o'shancha eng yaqin bo'lgan ma'lumotlarni indeksini qaytaradi. Masalan, hozir bitta misol qilamiz. Bu yerda np array qilaylik.
Xo'sh, NP array masalan 4, 3. Unday qilib o'tirmaymizda. Hozir oddiygina qilib bunday qilaylik. 1, 3, 8 1 qilamiz. 1, 8 3 qilamiz. Mana shunday. Qandaydir array paydo bo'ldi. Endi esa qarang. NP argument sort qilsak, temp tekshiramiz. Ko'rganingizdek indeksni qaytaradi. Birinchimizda 3 indeks. Qani, mana buni ko'rasiz. 0-indeks 1, 2, 3. Ya'ni eng kichkina sonni indeksini qaytaryapti, ko'rgan bo'lsalaringiz. Ya'ni tartiblangan holatdagi birinchi tartiblangan bo'ladi, o'sha tartiblangandagi sonlarni original holatidagini indekslarni qaytaradi. Shunda biz ma'lumotlarimizni sortirovka qilib joyini o'zgartirib o'tirishimiz kerak bo'lmaydi. Shunchaki mana indekslar berildi. Shu indekslar bo'yicha ma'lumotlarga to'g'ridan-to'g'ri kirib, o'sha kerakli ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bizda ham xuddi shunaqa mana bu. Ya'ni distance masofalarni o'zgartirib o'tirmasdan ularga eng yaqin bo'lgan mana shu keyta ma'lumotlar nuqtasini olib olyapmiz. Undan keyin esa eng yaqin bo'lgan labellar, ya'ni klasslarni olib olishimiz kerak u uchun. Bu yerda hozir bizda indekslar bor, ya'ni o'zgarmagan holatda xuddi shuni self.y qilamizda shu indekslarni berib yuboramiz. Shunda bizga shu miqdordagi labellar qaytarish kerak bo'ladi. Hozir xartma-qarshi shuni tekshirib ko'raylik. Ishonchim komil emas. Xo'sh. 7, 6, 5 deymizda 5 qilamiz. Okay, endi shunchaki temp boy qilaylikchi. Array qilamizda. Masalan, любой sonlar, har xil sonlarni olaylik, osonroq fahmlash uchun. 5 ta. Okay. Endi esa inds qo'yaman indekslarda. Argument sort temp qilamiz va temp y dan shuni olib ko'raylikchi, to'g'ri chiqararmikan. Qarasangiz mana sort qilindi и ketma-ketlikda qarang, mana har xil ketma-ketlikda olyapti. Birinchi to'r keldi. To'r 1 ga 1 bilan aloqador, to'g'ri, mana shunday ishlar ekan. Demak, to'g'ri ishlaydi. Shunday qilsak. Xo'sh, bizda eng yaqin bo'lgan key miqdordagi nuqtalarni labellarni oldik va o'sha nuqtalarning indekslarini olganmiz hozircha. Endi esa bizga o'sha nuqtalar o'zi kerak emas. Endi qaysi o'sha eng yaqin nuqtalar orasida qaysi klassimiz ko'proq? O'shani aniqlaymiz. Buning uchun counter libraryni import qilgandik. O'shani ishlatamiz endi. Masalan, unda most common degan narsa bor. Eng common bo'lgan labelni olamiz. Most common label qilamizda. Endi qiladigan ishimiz counter qilamizda eng yaqin bo'lgan labellarni olamiz va most commonga bitta qo'yamiz. Shunda bizga eng ko'p ishlatilgan beradi va return. Endi bizga o'sha label qaytarishga qaranglar. Bu yerda array bo'ladi. Array qaytaradi. Bitta son qaytsa ham, shunga birinchi 0 solamiz. U ichida ikkita bo'ladi. Ya'ni son bilan miqdor sanab bo'ladi. Shuning uchun o'sha son deganimiz, ya'ni qaysi sonligini birinchi ko'rsatuvdim-ku bu. O'shandagisini aniqlashimiz kerak. Uning uchun 0 qo'yib qo'yamiz. Shunda o'shani qaytaradi. Bir qaytarsak miqdorini qaytaradi xolos. Xo'sh, mana sizlarga predictive qanday ishlashni ko'rsatdim. Ko'rganlaringiz bitta nuqtani hisoblayaptimi? Endi biz shuni ko'p nuqtalar uchun hisoblashimiz kerak bo'ladi. Unga esa biz qiladigan ishimiz mana predictions deymanda. Bashoratlar qilib self predict qilamiz. Endi qarang, bu yerda self predict qilganimizdan keyin shuni katta x qo'yaylik. X for x in x qo'yamiz. Shunda x dagi nechta qiymat bo'lsa, har birini iteration orqali har biriga masofa hisoblab predict qilib chiqadi. Qiladigan ishimiz esa agar birdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, predictionsda shunda qaytarib yuboramiz.
Okey, qani run qildik. Umid qilaman xatosiz ishlaydi. Buni esa tekshirib ko'rsak bo'ladi. Xo'sh, manimcha endi tekshiradigan navbatimiz keldi. Man faylda hamma narsa to'g'ri bo'lsa kerak. Hozir buni tekshirib ko'ramiz endi. Keyin K 3 ga teng deymiz. Okey. K ga birinchi by default qandaydir son berib qo'yaylik. By default 2 ta qilib qo'yamiz-da. Okey, demak keyin 3 bo'ldi. Model fit qilamiz. X bilan Y deb berib qo'yamiz. Aytgandek, fit qism hech narsa o'rganmaydi. Endi esa bir taxminiy test soni olishimiz kerak. Xo'sh, bu yerga qarasak, qarang, ikkita klassga aloqador olamiz. Masalan, mana bu koordinata bo'yicha birinchi xususiyatimiz, masalan, -1 olsak, uni teparoqqa olib chiqsak, mana 7, -1 va 7 ni olamiz. Ikkinchi klassga tegishliligini hisob test qilish uchun esa bu yerda qarang, 3 bilan masalan 3 ga 3 ekan, mana 3 ga 3 ni olamiz. Bu yerda -1 va 7, bunga esa 3 ga 3. Array. Xo'sh. -1 va 7. Ikkinchisi esa 3 ga 3. 3 ga 3 qilamiz. Endi predictions. Qisqartirib yozaylik. Press deb. Xo'sh, model.predict. Bulamizda x test. Print. Print qilib o'tirishimiz shart emas, shunchaki to'g'ri yozib olsak ham bo'ladi. Mana ko'rganlaringizdek, birinchisi klass 0imizga tegishli bo'lyapti, ikkinchisi klass 1imizga tegishli bo'lyapti. Klass 0imiz bu tarafda ko'k, klass 1imiz esa qizil. Demak, modelimiz to'g'ri ishlayapti. Hamma narsa to'g'ri implement qilinibdi. Shundan ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'sh, endi esa masalan key nearest neighborda mana 3 tani masalan ko'proq qilish lozim. Ya'ni hozir bu 3 ta nuqtaga asoslanib sinfini qaysi sinfga tegishligini aniqlaydigan bo'lsa, masalan siz ko'proq qilsangiz ishonch hosilroq bo'lishi mumkin. Lekin masalan millionlab ma'lumotlar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, u yerda qanchalik keyni kattaroq tanlasangiz, asosida sal ishlash tezligi ham sal sekinlashishi mumkin. Xo'sh, endi mana ko'rganlaringizdek 0 dan yozib chiqdik. Endi esa biz KNNni tayyor librarydan ishlatishni o'rganamiz. Buning uchun esa albatta sklearn kerak bo'ladi. Neighbors degan moduldan adashmasam classifier mana. Keyin neighbors classifierda olamiz. Xo'sh, model sklearn deb qo'ysak, shunda narigi model bilan chalkashib ketmaydi. Xo'sh, buni olamizda qo'yamiz. Endi esa tarkibida nima bor ekan? Number of neighbors bor ekan bunda. K o'rniga number of neighbors ishlatilar ekan. Mana n neighbors degani. Bunga ham 3 ta qilamiz. Va model sklearn fet qilamizda x bilan y deb berib yuboramiz. Keyin esa predict yozib o'tirmayman, to'g'ridan to'g'ri predict qilib yuboraman. Shunda osonroq bo'ladi. Predict qilib x test tepada test yozganmiz, o'sha x testni berib yuboramiz. Rezultatni ko'raylikchi mana 0 va 1. Xo'sh, ikkalasi ham bir xil ishlayapti. Demak, modelimiz 0 dan chiqqan modelimiz to'g'ri yozilgan ekan, kodlarda muammosiz. Qarang, juda oson. Boshqa modellarga nisbatan ancha osonroq va tushunish qulayroq. Endi esa qarang, shu ma'lumotni, ya'ni testimizni shunchaki chizib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa xo'sh, boyagi matplotlibdan foydalanamiz. Osonroq, qulayroq bo'lishi uchun. Eng birinchi o'rinda qiladigan ishimiz scatter, ya'ni nuqtalarni chiqarib olishimiz kerak. Buning uchun esa har doimgidek 0. Kelinglarda shuni tepadan to'g'ri yozib qo'yaveraylik. Osonroq bo'ladi. Vaqtimiz ham ketmaydi. Xo'sh, olib oldik. Endi esa buni bitta olamizda. Birinchi x test deb yozib olamiz. X test olamiz. X testda 0-ni 0 qiymatini olamiz. Xo'sh, x testda boyagidek olganimiz ham ma'qul ekan.
Shunday olib ko'raylikchi. Shu holatda ham ishlasa kerak. X testda birini olamiz. Xo'sh, marker bilan alohida qilib olishimiz kerak. Bu yerda klasslarga endi prediction ishlatishimiz kerak bo'ladi. To'xtang, prediction qilib o'tirmaylik, chunki rangi bir xil bo'lib qoladi. O'rniga rangni o'zgartiramiz. CMap bizga kerak emas bu yerda. Markerni ishlatamiz. Markeri bu qanaqa chiqsin deydi. Masalan, X bo'lib chiqaraylik. Kichikroq X qilamiz. Xo'sh, bunisini esa kattaroq qilamizda. Keyin label equal to test nuqta qo'ysak osonroq bo'ladi. Tepada esa label ma'lumotlar deb qo'yamiz. Ma'lumotlar. Xo'sh, sun'iy ma'lumotlar va bashorat natijasi deb qo'yamiz. So'roq bo'lsin. Bashorat natijasi emas, endi shunchaki test nuqtalar deb qo'yaylik. Chunki bashorat ishlatmayapmiz, shunchaki test nuqtani o'zini chizib ko'ryapmiz xolos. Tekshirib ko'rishcha mana ko'rganlaringizdek mana ikkita test nuqtamizni chizdik. Qayerga tegishliligini. Mana bu birinchi nuqta, bu ikkinchi nuqta. Klass 0 bilan 1 chiqadi ko'rgan bo'lsangiz bu yerda mana. Xuddi shu narsa bu yoqda ham chiqyapti. Qanday qilyapmiz? Birinchi masalan, o'zimiz shu ma'lumotlarimizni shunchaki chizib olyapmiz. Keyin esa ustidan shu ikkita test nuqtani chizyapmiz. Ya'ni markerda yana X qilib chiz deb ko'rsatyapmiz bu yerda. Keyin qolganlarini endi bu yog'ini bilasizlar. Title, sarlavha nima bo'lyapti, hammasi qo'yilgan. Xo'sh. Bo'ldi. Mana shulardan iborat edi o'zi kursimiz. Bugungisi ancha osonroq bo'ldi. Ko'rganlaringizdek, o'zlaringiz mustaqil har xilcha ma'lumotlardan, masalan, haqiqiy ma'lumotlar bilan ham harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. O'rgantirib, modelni train qilib, ya'ni predict qilib, o'zlaringiz test qilib, masalan, nechta neighborlar, ya'ni nechta nuqta tanlash kerakligi bilan har xil sonlarni sinab ko'rsalaringiz bo'ladi. Yana o'zlaringiz mustaqil, masalan, qo'shimcha ma'lumotlar o'rganib chiqsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Chunki sizlarga qancha ko'proq ma'lumot o'rgansalaringiz, ancha qulayroq bo'ladi. Xo'sh, endi xudo xohlasa keyingi hafta sizlarga NavBase haqida nazariy maqola chiqaraman. Iloji boricha tushunarliroq, soddaroq va ko'proq misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Undan keyin esa keyingi hafta oxirlariga esa shuni NavBase'ni noldan boshlab implementatsiya qilamiz. Xo'sh, keyin esa bu oxirgi qismimiz, mana klassifikatsiya algoritmalarining oxirgi qismi bo'ladi. Undan keyin esa biz ensemble learning bilan advanced modellarda o'rganamiz. Ya'ni bagging, boosting nima, shu haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu ikkalasi demak, bu keyingi hafta, bu esa undan keyingi 3 hafta ekan. Keyingi 3 haftadan keyin esa biz 3-modulga o'tamiz. Va unsupervised learning, ya'ni murakkabroq modellarni va texnikalarni o'rganishni boshlaymiz. Shunga hamma videolarni va maqolalarni hammasini o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Shunda orqada olib ketmaysiz va vaqtida o'rganasiz. Xo'sh, menda hozircha shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'ling.